Ve ben uyandım. Hiçbir zaman. Aytgancha bugun qishloqqa turist kelishgida leshko xo'sh kiyim buyumlarimizniki yamiz aytgancha mana kiyimim yo'q xo'sh qo'ysam qandaysan o'sha ikkinchi qavatini notebook ham qo'ymaganman voyda xo'sh bolalar hozir borishib yo'q janob shoshil to'xta mana 100 ming yuvolib yüzdem bu bolle qo'shim yerda taxlab qo'ygan uni aytgancha u ana kelib qoptilar yurishda qo'yib u qanday so'ka qo'liga qanaqa musur bloklarni tashlab olgansa yo'qoting bloklarni qo'lingizda yo'q ketdik brati qanday o'zi yaxshimiz normalniga olib samarqandlarda hozir kelaman men senga hozir telefon qilib boraman boraver telefon nima yo'q nima xo'sh bo'ldi masalan shunday xo'sh yo'q masalan do'stlar sizlar bilan keyin bugungi videomizda biza ko'rib turibsizlar 3 qishloqda yurist keldi endi u yuristga juda yaxshi qarashimiz kerak alo bo'ldi ko'tar alo men boraveraymi kelib boraveraymi qishlog'ingga qishloqqa kiraverasiz oyoqlari sayyaman qizil gilamchalar to'shab beraylik puliga mana shu yerdan kiravering shuncha telefon gaplashib qolib biz yomonligini bilaman ketdim xo'sh ketdi shlepalar muborak bo'lsin короче ismingiz asadmi deyman boshi tepasiga yozib qo'yibdi katta xo'sh sizingiz mana katta qishloqlar qaranglar man yurist olib keldim qishloqda sharoitlar yaxshimi yo nima tanlab qo'yib beraymi yana yo'q hech pul yetarlimi pul bor zumradmi dedi yetadi yetishi kerak xo'sh mana sizga короче eng zo'r notebooklardan bundan zo'r notebook yo'q tushundingiz man nima yording ko'r xaldeni cho'yib ket xaldeni baylab qo'yamiz xaldeni bo'lsa ham xo'sh mayli yaxshi o'tiring men hozir kelaman tez qo'ydi men xaldeni desam yaxshimisiz короче o'zi yaxshi bo'ldi gaplashavering maylimi kechgacha keyin kechga o'zi qishloqlar bilan takoy bazm qilib o'tiramiz maylimi bo'ldi bir qilib qarorchi men endi shu man bilan nimadir qilmoqchiman video ekan nu bo'ldi bir borib ko'raylikchi yana uni oldiga nimalardir qilayotgan bo'lsa kerak bu yoki qurolingiz ham bo'lmaydi sizda to'g'ri qarab to'g'ri qarsida hech narsa qilmaydi svit pul to'laysiz lekin daxila sochib taka Buninglarım ağzıyor başım taka. Bo'ldi hay. Ay men video ko'rishni boshlayman. Qishloqlar buncha bo'yingiz bo'lib ketgansan. Qishloqqa ko'rdingmi? Ana u yurist yomon bir qattiq chiqdi qara. Ana o'rtashib uyga qayga boribdi biza pul yig'ilishib butun qishloqda anavisi bilan mana uyga merdi uyga qo'ygan bo'lsa biza yomonlik qiladi. To'g'ri. To'g'ri aytasan qishloqqa qo'yilgan xabarga yetkazib kelay. Qishloq bilan bo'ldimi unday borichi nimadir bo'libdi urush qilishyapti. Nima deysan? Voy boy aka. Nimaga bu bechara qishloqni uryapsan? Sen nima deysan? Nima deding bunga? Men tushirtirganman bunga. Shunchaki sizda yana bir 300 kun yoki yana 1 yil mana shu yerga saqlab qolish kerak dedim. Voy. Mayli davay. Kachoboy. Kat. Kimnoya? Mani uyim mana tomdan tushib kelaman, ko'rmayapsiz? Sani uying bo'tdagi balanchani qo'yib beray. Bo'ladimi? Bo'ladi, yo'q. Mana O'zi turist aka, da kelinglar. Короче,
Yani er kechasiga gaplashib olaman. Boringda uyingizga yaxshilab uxlang. Maylimi? Kechasi короче bazm qilamiz. Tushunding? Men o'tganim yo'q. Ketiyoq birovdiram. Mana oyog'im sinishiga sal qoldi. Bittagina yurakcham qoldi. Boring siz uyingizga tezlashing. Bittagina yurakchangiz qoldi. Ketiyoq. Aytgancha. Sizga safar aytaman. Bola kechgacha maza qilaverda bo'lishimiz. Ya uxlaylik bilan biz. Qanaqa ovozmi? Yo'qlaymiz diye. Oy. Yarim tun bo'lib ketdi. Yani turist oldiga borib kelaychi. O'z sahar bo'libdi deyman. Mayli. Kun qandaydir olibdi. Uxlayotibdi-yu, yaxshi qilib hech narsa bo'lmagan bo'lsa bilmayman. Yo'qlar uyga kirib ketgan. Uxlayotibdi bu. Mayli bola itilib ketadi. Otma bo'lma, itilib turaveradi. Mayli. Menga qara. Bola kecha qishloqni ochishganga короче. Kechada qanaqa ovozlar eshitdingmi? Kecha qanaqa ovoz eshitdingmi? Mana hozir u ovozlar chiqdi. Sen kimsan o'zi? Men sayohatchiman. Bul. Yuzim yuvib chiqdi men. Endi gapir. Menga qara, sovuq ovozlarni eshitdingmi? Shuga yomoni bilan 9 ta qishloqni o'ldirib chiqdi. Qanday 9 ta qishloq hammasi sherga. Yo'q, men yarimni o'ldirganini ko'rdim. Men shu turishga qarab, qanaqadir bir odam keldi. Yur uni qayerdan chiqqanini ko'rsataman. Qayerdan chiqqani? Ishqilib mana uydan chiqqani yo'qmi? Yo'q. Mana bu yoqdan chiqdi, yur ko'rsataman. Ana shu uydan chiqmadi. Kenzo, men bunaqa juda ham qo'rqib qoldim. Kecha mani og'aynim To'rabek otib o'ldirib tashladi. Yo'q, men siz haqingizga gaplashayotganim yo'qmi? Kecha yo'q. Otcha o'ldiraman endi. Sizni yuzdan chiqmasdan qayerdan chiqdi? Mana shu yerdan chiqdi, uka. Qanday mani uyimdan chiqmasa kerak, men. Shu turishga shunday qarayapman. Shu turishga shunday oldi, shu turishga ancha tepada, shu turishga ancha eshikdan oshtirib qandaydir portal qurib ketdi. Shu turishga portal qurib, shu turishga portal sildirib ketdi. Haydamoqchimi deyman. Mayli, boring chopingda sizni. Men qishloqlardan surishtirib olaman kerak. Nimaga urasini? Yo'q, Bu yoqqa kelasan, ko't. Joyingga bor. Ovqat ber. Ovqatim yo'q. Ovqat berdim. Boy joyingga. Yo'q, ovqat berdim. Asad kelay, qishloqlar bilan gaplashib. Qishloqqa olmaysan, zo'rmisan? Voy, sen nima so'ytasan? Voy, jalot, sen hali sen nazar o'tasan. Men hali seni oddiy qishloq deb o'ylasan. Seni qara-yu. Zo'rmisan? Yaxshi, brat. Yaxshimisiz? Ey sayoq. Men yo'qoldim. Men o'zim gaplashim. Gaplashammi? Nima qilay? Mayli bor. Qishloqqa borib. Turist odam ko'ribsanmi, kechasi nimadir bo'ldi-da, shundan keyin qog'ozlar eshitdim. Yaxshi o'ylayapman ekan. Uni ko'rdinglarmi? Kecha qadar uni uyini oldida qog'ozlar eshittirildi. Keyin o'shanam eshitdingmi? Kecha mani o'g'aynim To'rabekni uyda tashladi. Yoshcha ko'rganmiz. Nima bo'ldi? Yo'q-da, qayoqchi? O'sha kuyim qayoqchi? Qotil ekanmi? Qotilmi? Qotilda, ye. Короче, bola dedim. Qishloq ko'rdingmi? Mana u ham kecha qandaydir uyni ovozida qog'ozlar eshittilar. Ko'rdim, haybul. Bulle, короче, bu kecha sizlar ehtiyot bo'linglar, maylimi? Ha, mayli. Enderman. Smart yo'q qo'yadi. Berkel. Enzo. Yana bayt. Berkel.
Pulim bor. Ya o'zim pulim bor. Kitob berib ket. Kitobni qanday topayman sizga? Kitob berib ketmang. Kitob olib keling. Rost. Mana sizga kitob. O'qishga ber. Qochib ket. Qoch. Kitobni olmayapman. Mayli, kirib gaplashamiz. Gaplashamiz, do'g'ri. Xo'sh bolalar, o'zi mana uyga kirishni boshlayapman. Nu yana kechgacha kutamiz buni. Nimadir qilmasa bo'ldi. Endi uxladim. Nimani ovoz eshitdim? Uxlar edik. Eshik ochildi. Kimdi bu? Turistmi? Mayli, ko'zimni ko'rmakka bu soat 3 bo'ldi. Satqan ovozini eshitishanda. Sandiq ochildimi? Holi endi 3dan bitta o'tdi. Turistmi? Mayli. Ko'zi kim yo'q deyapsiz? O'chiringlar. Ana uxlayapsiz. Bu kechasi bilan qandaydir ovozlar eshitildi. Sandig'im ochiladimi? Eshigim ochiladimi? Ko'zimga turist qanaqa ovoz eshitildi? Mayli, bir gap bo'lgandi. Mayli, men esavratlarim hech qaysi narsam yo'q-ku. Butun shaqqa sandig'imga qo'ygandim. O'yla, Kenzo, o'yla. Qayerga bo'lishi mumkin? Mayli, borachi turistlar balkim ko'rgandir. Kenzo, bu yerga kel, senga bitta xabarim bor. Kecha sening uyingga kimdir o'g'irlikka tushdi, men sening narsalaringni asrab qoldim. Beraymi? Balkim mabodo o'z o'g'irlaganingiz yo'qmi? Yo'q, men sayohatchiman, bilib qo'y. Ol. Tata, narsalaring ko'p. Ana shu narsalar, ana bordi, bering. Shu narsalaring bor edi. Malades. Yo'q, yana narsalaring bor. Mabodo siz mani Zumradimni ko'rganingiz yo'qmi? Zumrading Saqlab qolgan bo'lsangiz agar hamma narsamni. Men Zumradingni ko'rganim yo'q. Yo'q bor. Otsang narsang beraymi? Bu yoqqa narsang bor qoldi. Kerak emas bitta narsa. Siz ham bir qishloqlarni yana otishgan ovozini eshitdingizmi? Yo'q. Eshitmaganman. Mana qishloq o'ldirdi hammasini, hozir borib o'ldirsa. Yo'q. Mana qishloq o'ldirdi. Qishloqqa oldingdagi qishloqqa qani? Kechasi bitta kishi o'ldirib ketganiga qarab shaqaga bo'lishaman deb kelajak. Va o'ldirdi. Ko'tanchi o'ldirdi. Qishloqlar mana yoqqa turadigan qishloqni qayerligini bilmaysizlarmi? Bitta kishi o'ldirib ketdi kelib. Urmang. O'ldirib ketdi ko'tanchi. Bu hech kim o'ldirmagan. Ya, kecha men ko'rdim, o'ldirib ketdi. Mayli. Yo'qoling siz uyingizga o'z telefonni qirrasi bilan uravermang. Yo'qol. Yana Zumrading? Yo'q, menga yo'q. Belki mana topdim. Kerak emas. Mana Zumrading. Mana bolalar bilmasam nimadir bo'lyaptimi? Mana senga Zumrad. Xo'sh, bolalar mayli. Bo'kchani ham kuchaylik. Bolalar shu 2 kundan beri kelgandan beri bizga 3 ta qishloq o'ldi prosta. Sizlar tasavvur qiling. Nima qarab ko'rasizlar. Ko'rdim, chuni. Mana boyotganimdan bo'lyapsanmi? Hozir shuni o'qib bemalol otibsan, o'ldirib yuborsam bo'ladi. Yo'g'on qishloqda yo'g'onib ket. Qoch, ketsan, narsalarni olib ketaman, qoch. Narsa hech qaysisaniki emas, chunki bitta olib kelib qo'ygan bo'lsa, xalajini yopib qo'ygasan. Qolgan hammasi meniki. Chunki Qochdir. yo'g'on. Qochdirsan.
Nimaga? Boyog'i. Ana bolalar mana короче ana vaqti ham keldi judayam yarim kecha soat 2. Men hozir ana qishloqlarni menimcha hozir yana o'ldirgan boradi. Men bo'lsa uni qishloqlarni hayotini saqlab qolaman. Davay. Mana uyg'ongan ko'rdinglarmi bolalar? Kechasi uxlamaykan, ha, tushundim. Nima qilibdi? Qishloqlar o'ldiribdimi? Sayoq, to'xta! Seni qishloqni o'ldirganingni ko'rdim. Yo'qol, ket, yo'qol, po'choq. Bu o'rmonlarni ichiga kirib ket. Qaytib kelma bu qishloqqa, tushunding? Hozir avtomatim bilan o'tib boraman, keyin ko'rasan. Yo'qol. Ne bola. Ana bola mayli. So'g'lilar sarvat bo'laylar sizlar bilan men keyin bo'ldim. Yomon qiyin bo'ldi bu 3 kun.